Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bog'otani ishimizni yakunlaganmiz. Andijon Xo'javod tumani So'qaloq qishlog'iga qo'yib bergan ishimiz Alubes firmasiga bo'ldi. Alyumin oq oynasi bir qavat. O'sha 19 kvadrat veranda olib kelib berdik. O'rtacha profilga bo'ldi. Kvadrati 500 mingdan chiqdi. Ishlaringiz sifati qanaqa deganga. Mana xudosi oldingi qo'yilgan chekib rom qo'shib berdik bunga. Ustunlarni o'ramagan ekan oldingilar. Mana ustunlar bizdan iloji ustunga teng qilib halliso qilib qo'yib berdik. Ikkita ochilish, 270 ga 160 bo'lgan. Oxiriga yetkazib qo'ydik bu tomonni, bo'ylarni ham bir xil qilib berdik. Mana bu yangi tomoniga qo'ygan ishimiz. Mana ustunlarini o'raganmiz. Burilgan joyini ham ustunning dog'ida alkafonda burib chiroyli qilib, mana shu yerda ham bitta ustun bor, kichkina ustun. O'raganmiz. Ustunning yon boshidagi profilni ham baquvvatidan qo'yganmiz. Xudo xohlasa. Choqlari kelishlari. O'sha 19 kvadrat bo'lgan. Eshigini endi 150 bo'ldi, bo'yi 270 bo'ldi. 210 ga ochiladigan eshikning yopilishini ko'ra oldik. Eshik 210 ga ochilyapti, endi 150 bo'lgan. Yopilishlari chotki bo'ldi hozir. Qahli padagonnilar bilan bo'ldi. Ichiga qahli padagonni devori qolmagan. Padagonida burchaklarni ham chop qilib, kirvesha keltirib chiroyli qilib qo'yib berdi to'g'risi. Ikkita ochilish bo'lgan bu tarafida. Nari qo'shib bergan tarafida ikkita ochilish bo'ldi. Arzonroq profillar qanchaga chiqadi? Oqidan qildirsa deganlar uchun 500 mingdan chiqdi akalar mana shu 19 kvadrat o'xshi 4 million 900 mingga bo'lyapti alkafonlari bilan. Xudo xolasa ishimizni ko'rib baho berib xizmatdamiz, hamisha telefon qila olasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.